19 yoshimda o'zimga mashina oldim. Men uni qanaqa eshitaman? Sani bo'lsa hech qachon qo'lingdan kelmaydi. 25 yoshingda tayinli ishing ham yo'q. Nima qilishni bilmayapsanmi? Unda 19 yoshimda meni mashina olganimni esla va battar siqil. Men 20 yoshimda odamga mashina sovg'a qilyapman. Ko'rdingizmi amaki, men 20 yoshimda odamga mashina beryapman. Siz o'g'illaringiz daji molga suv bermagan, ish yoqmas, tekinxo'r dangasa hammasi. 40 yoshigacha siz boqasiz, undan keyin o'g'illari boqadi. Sizgina farzand tiyolchimadingiz. Meni 3 yoshli qizim Instagram yurg'izib menga bava sovg'a qildi. Iloyim hammanglarga nasib qilsin. Sizni bolangiz bo'lsa hojatxonaga o'zi bora olmaydi, ovqatni to'kib yeydi, siz bilan eringiz o'rtasida uxlaydi, daji pampersini pulini o'zi topa olmaydi. Meni qizim bo'lsa oyiga $10,000 topyapti. Erim menga 3 xonali uy sovg'a qildilar. Bizga o'xshab 100% to'lov qilsanglar ancha arzonga olasizlar yoki 30% ni oldindan to'lab, qolganini 36 oyga bo'lib to'lash imkoni bor. Iskender Buildings yangi mezbon loyihasi Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan. Hamma qulayliklar bor, to'lov turlari ham zo'r. Asani ering senga hech narsa bermay qo'ygan, balki boshqasiga berib yurgani uchundir. O'zi senga ahamiyatsiz bo'lib qolgan, balki semirib ketgani uchundir. Sen ajrashishing kerak u bilan. Men 4-bolamga homilador bo'ldim, o'g'il ekan. Tabriklaylar. Sizga keliningiz bo'lsa faqat qiz tug'adi. O'zi bo'lmag'ir joydan kelin qilgansiz. Tez haydashingiz kerak, uni qanaqadir kasali bor.